Salam qizlar, bugun bu videoni izchil chechingizni qanday asraysiz deb so'rayotgan qizlar uchun olib keldim. Tafsili ko'rib chiqinglar. Avval chechimni to'liq bir tarib olaman, ondan mau chashmini suraman, sochlarimni ayırıp yirtiziga to'liq surib chiqaman qizlar. Men bu chashmini ishlatayotgani 4 yil bo'ldi, ham setayotganim 4 yil bo'ldi. Xaridorlarimning inkasim shunday yaxshi. Mahsulotni ortiq maqtamayman. Bunimni mening chechimdan ko'rib olsanglar bo'ladi. Sizning chechingiz burundan shunday yaxshi ekan degan qizlarga izohat berib qo'ysam, qo'l ilikimizda har qanday narsaning qadrini qilmasak, asrab avaylamsak, u qo'limizdan ketadi. Mayli sog'lomlik bo'lsin, yoki chiroy go'zalligi bo'lsin va yoki choch go'zalligi bo'lsin, hammasi o'xshash. Asrab avaylab qadrini qilsak, cho'qim bir natijasi bo'ladi qizlar. Chashning yildiziga to'liq birib bo'lgandan keyin ravurus ulaymiz qizlar. Ondan chechimizni tugilib 5 soat atrofida to'g'risanglar bo'ladi. Bu usulni hatto bir qitim vaqtinglar yetsa, 2 qitim qilib pasanglar, chechinglarda o'ylamagan o'zgarishlar bo'ladi qizlar. 5 soatdan keyin chechimizning uch tarafga famon birimiz. Men izchil mush famon ishlatyapman, shunchalik yaxshi qizlar. Qancha ishlatib bo'lganimni o'zimmi bilmayman, ko'zitib qo'yatsam qutilarini tashib o'tibdiman. Bu 3 xil daraja chiqadi qizlar. Chechinglarning ahvoliga qarab tanlab setib olsanglar bo'ladi. Chechini bo'yamagan qizlar, chechini bo'yagan, ondan tuysa qilgan shu ahvolga qarab setib olsanglar bo'ladi. Mening ishlatganim o'rta darajasi. Chechimizning uchiga to'liq surib bo'lgandan keyin men odatda 1 soat to'g'izib, ondan to'liq yuvitaman chechimni. Ammo qizlar ishlasanglar cho'qim rozi bo'lib qolasizlar. Ehtiyoji bor qizlar asodik serqarodan setib olsanglar bo'ladi. Chechmiga ehtiyoji bor qizlar nazuk 12, 15 ni qo'shib olsanglar bo'ladi yoki sizlar ayrimxona qoldirib qo'yinglar.